قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 21-darsni boshlaymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun birinchi qilib lamni o'rgatmoqchi. Lam odatda fe'l mudori'ning beshiga kirib, fe'l mudori'ningki ma'nosini o'tgan zaman bo'lishsiz shaklga o'zgartiradi. Masalan, yadhhabu barudu. Lam kirsa, lam yadhhab bo'ldi, bamidi. Bamidi. Yeclisu, lem yeclis o'ltimidi. Yaktubu yazudu, lem yaktub yazmidi degan o'xshash. Bu qanday o'zgarishlarni qiladi fe'lda deganda, bu fe'lning oxirini pesh holatdan sukun holatga o'zgartiradi. Ya'ni bu fe'l mudori'ni sukun qiladigan omillardan birisi. Ikkinchi qilib lammaga o'rganamiz. Lammamu lamga o'xshash fe'l mudori'ning oxirini sukun qiladi. Bu jihatda o'xshash. O'xshamaydigan tarafi bu bulutsiz qiladi, lekin hozirgi zamon shaklida bulutsiz qiladi. Qanday deganda, yadhhabu barudu. Lamma yadhhab bo'lsa, texi bamidi. Chuqum texi degan tarjima qo'shilib qilinadi va texi qanday qilmadi? Bamidi. Xo'sh, biz buning qoidasini nima dedik? Oxirini qanday qiladi? Sukun qiladi dedik. Xo'sh, unda bo'lsa, bu birlik fe'lda peshlikni sukun qildi. Bu fe'lning ko'pliklarida qanday bo'ladi deganda, xuddi zavarlik alomatiga o'xshash bo'ladi. Ya'ni yadhhabu nada ma yadhhabu da peshning alomati pesh bo'lg'achqa shu peshni sukunga o'zgartdi. Yadhhabu nada peshning alomati nima etdi? Nun. Ya'ni nunning mishada mavjud bo'lib turganligi peshning alomati etdi. Sukunlikning alomati shu desa, nunning tushib ketganligi sukunlikning nima bo'ladi? Alomati bo'ladi. Masalan, lam yadhhabu deymiz. Nun nima tushib ketdi? Lam sukun qiladi, shu sukun bildirish uchun nun qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Lamma yadhhabu. Texi qanday qilmadi? Bamidi. Buning da nun sukun alomati bo'lish uchun qanday qildi? Tushib ketdi. Endi biz so'zlab o'tgan fe'l mudori'da ikki dona fe'l bor. Bu qanday fe'llar degani mabni fe'llar. Ya'ni yadhhabna bilan tadhhabna. Bu mabni fe'llar mayli sukun qildig'ini kirsin, mayli zivar qildig'ini kirsin, qanday kirib kelsin, bu qurilib ketgan o'zgarmas fe'llar. Yadhhabna, lam kirgandan keyin mu lam yadhhabna, lamma kirgandan keyin mu lamma yadhhabna, lam tadhhabna. Bir xil holatda turadi. Qoida jihatda. Ammo ma'nosi yana o'xshashlar. Yadhhabna bo'lsa, barudu ula bo'lsa, lam yadhhabnasi bamidi ula. Bamidi ula. Lamma yadhhabna bo'lsa, texi ula qanday qilmadi? Bamidi. Mana shunga o'xshash. Bizning darsimizdagi dastlab tugatmoqchi bo'lgan mazmun bu. Ikkinchi qilib endi biz söz to'g'risida to'xtalamiz. Arab tilidagi söz. Biz arab tilida so'zni kalima deb ataymiz. Kalima. Arab tilida so'zni 3 turga bo'lib tushunadi. Birinchisi ism, ikkinchisi fi'il, uchinchisi harf. Arab tilidagi ismlar chuqum shu 3 ning sirtida bo'lmaydi. Ya ism bo'ladi, ya fi'il bo'ladi, yoki harf bo'ladi. Xo'sh. Endi buning ism din fe'ldan harfni o'zaro qanday ayiramiz deganda, buni ayirish nihoyat oson. Qanday deganda, ism deganimizda bir ma'noni bildiradi, lekin vaqt uqumi bo'lmaydi. Masalan, Muhammad desak, bir Muhammad degan bir ma'noni bildirib beradi, bir odamning ismini. Lekin buningda vaqt uqumi yo'q. O'tgan zamonmi, kelgusi zamonmi, hozirgi zamonmi vaqt uqumi yo'q. Unda bo'lsa, bir ma'noni bildirib, bunda vaqt uqumi bo'lmasa, buni ismkan deymiz. Bu birinchi alomati. Bugün bir alametini so'zlaymiz. İkincisi fi'ilcho desa vahaba degan o'xshash. Bu bir ma'noni bildiradi, lekin ma'nosida cho'qim vaqt uqumi bo'ladi. Vahaba ba'di. O o'tgan zamonni bildiradi. Undan so'ng bu nima ekan? Fi'il ekan. Yadhhabu barudu. Bu bir fi'il ekan, chunki kelgusi zamonni bildiradi. Idhhab bag'in. Bu bir fi'il ekan. Demak, fi'il degan bir ish harakatni bildiradi. Shundaqla vaqt uqumi bo'ladi. Ikki dona shart hazırlanish kerak. Birine harakatni bildirib, vaqt bo'lishi kerak. Harfcho desa, bu ma'na yolg'iz ma'noni bildiranmaydi, o'z yolg'iz holatda. Ma'na bildiranmagachga uningda vaqt uqumi bo'lmaydi. Masalan, fi deganga o'xshash. Data degan mansu, data degan yolg'iz kelgan vaqtida hech qanday ma'no ifodalab bermaydi. Unda ma'na bo'lmagachqa vaqt uqumi
Texmi bo'lmaydi. Mana bu bugungi kelima, so'zningki tushuntirilishi. Xo'sh. Ham 3-chi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz fe'llarni zahaba, o'tgan zamon fe'lini to'lashni o'rgangan. Shunaqa, jalasa, kataba deganga o'xshash buning 14 turga turilganligini o'rgangan. Endi biz fe'llarning o'lchamini men sizlarga deb bergan. Fe'l modining arab tilidagi o'lchami fa'ala. Har qanday fe'l modi fe'l mushunga solamiz. Kataba, zahaba, daraba deganga o'xshash. Endi biz qala degan fe'lni o'rgandik. Dedi deb. Bu o'tgan zamon fe'l. Xo'sh, bu qala degan fa'ala deganga tushmadi-ku. O'tir alif kelib qoldi buningki. Qala alifda sakin ekan. Bu fa'ala 3 harflik 3 harakat ma qala yoki desa bu qalaning aslisi qavala. Endi tushdimi? Tushdi. Qavala. Amsa unda bo'lsa nim bo'p qala bo'lib qolgan desa, arab tilida 3 dona kesal harf bor. Harakat ig'ri keladigan 3 dona qanday harf bor? Kesal harf bor. U qaysi? Alif, vo, ya. Qarab baqadigan bo'lsak, bu vo kesal harf bor ekan. Bu kesal harf harakat ko'tarilmaydi. Bu zavar harakatini qanday qilmaydi? Ko'tarilmaydi bu qoidada. Unda bo'lsa buning harakatini eng yengil harakatga tushiramiz. U qaysi yengil harakatlar ichidagi eng yengil harakat qaysi desa sukun. Zavarni sukunga tushiramiz. Nima bo'ldi? Qavla bo'ldi. Qavla. Bu sukunning oldida zavar bir harakat bo'lib qolsa, sukun harakatining oldidagi harfda zavar harakat bo'lib qolsa, bu sukunliq harfni alifga o'zgartiramiz deydigan bir qoida bor. Bizning morfologiya qoidamizda bu shunaqa qoida bor. Sukunning oldida zavar harakat bo'lib qolsa, shu sukunliq harfni nimaga o'zgartiramiz? Alifga. Unda bo'lsa bu sukunliq qavladagi vo harfni nimaga o'zgartiramiz? Alifga. Nima bo'ldi? Qala. Shu qala bo'lib kelib chiqqan. Buni kelib chiqishimiz shu. Biz bundan shunchalik to'xtalamiz. Endi buning turining shakli yana shu boshqa fe'llarga o'xshash turinadi. Masalan, qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultama, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu, qulna. Ya'ni dedi bir er, qala dedi ikkisi, qalu dedi ular, qalat dedi u ayol, qalata dedi ikkisi, qulna dedi ular ko'p ayollar. Qulta dedan sen, qultuma dedan sizlar ikkinglar muhattab. Qultum dedan sizlar ko'p, qulti dedan siz, qultuma dedan sizlar, qultunna dedan sizlar ayollar. Qultu dedim men, qulna dedik biz. Bunun sizlar bunun qurilmasini o'rganib bo'lgan, shu bo'yicha bu fe'lni to'lashni o'rgansanlar bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Ad-darsul hadi val 20 21-dars. Oldin biz yangi so'zliklarni o'qib o'taylik. Bismillahirrahmanirrahim. El-kelimatul jadida. Yangi so'zlar. Istiqbalun. Istiqbal qarshi olish, kutib olish degan gap. Qarshi olish, kutib olish. Yana bir ma'nosi qabul qilish degan ma'nosi bor. Masalan, doktorxona, idora organlarida qabul qilish degan yerda istiqbal deb yozib qo'yadi. Raisun, rais, boshliq, ruasa, raislar. Farqun, farqunninki farq degan ma'nosi, furuq, farqlar. Misalun, misal, amfilatun, misallar. Mahlan, mahlan degan gap, azroq to'xtang degan gap, azroq to'xtang. Sal turib turing degan o'xshash. Qismun, qism, qism. Aqsamun, qismlar. Ad-dammatu, pash degan gap, harakatning ismi, pash harakatining ismi. Al-fathatu, zavar. Al-kasratu, zir. Ya'ni arab tilida bu zavar zir degan bizning farscha, o'rduchadan kirgan so'z bu. Buni arabchasi pash deganni damma deymiz, zavar deganni fatha deymiz, zir deganni kasra deymiz. Hadara hozir bo'ldi, yahduru hozir bo'ladi, istarih aram elang, istarihu aram elanglar buyruq shakli. Ata keldi, ya'ti keladi. Ad-darsul hadi val 20 21-dars. Bu o'quvchilarning o'qituvchilar o'rtasidagi dialogidan boshlanadi ekan. Kayfa halika ya ustazana? Ustozimiz, ahvolingiz qandoq? Bi xayrin, yaxshi.
Ahmadulloha va ashkuru. Allohga hamd aytaman va shukr qilaman. Ana ma ara Haruna. Men Harunni ko'rmayapman, ya'ni ko'rmadim. Ma ara ko'rmayapman. Alam yahdur kamidammo. Aslida lam yahdursa kamidi. Alif istifham. Alam yahdursa kamidammo. Naam, innahu lam yahduril yawma. Shundaq u lam yahdur. Qanday qilmadi? Bugun kamidi. Wa ayna asdiqa'uhu thalathatu? Va uning 3 do'stlari qayerda? Hum aydan lam yahduru. Ular ham kamidi. Ata'rifuna ayna dhahabu? Bilamsizlar qayerga ketdi ular? Azunnu annahum dhahabu ila al-matar. Ular o'ylayman, jazman ular ketdi ayromga. Ya'ni ularni ayromga ketdi deb o'ylayman. Li istiqbali raisihim allazi ya'ti al-yawma ila al-madinati al-munawwara li ziyarati masjidir rasul. Rasul sallallohu alayhi vasallamning masjidini ziyorat qilish uchun Madina Munawvaraga bugun keladigan raisini kutib olish uchun ayromga ketdi deb o'ylayman. Ya'ni o'ylayman ularni ketdi ular ayromga kutib olish uchun o'zining raisini allazi ya'ti keladigan bugun Madina Munawvaraga ziyorat qilish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidini. Akatabtumul vajibat ya abnai. Ballarim, topshiriqlarni yazdinglarmi? Naam, katabna. Shundaq yazdik. Ana lam aktub. Men yazmadim. Lima lam taktub ya bunay? Balam, bunay degan balakam. Nimishqa yazmadingiz? Liannani lam afhamid darsa. Chunki men darsni tushunmadim. Mallazi lam tafhamhu fi dars? Darsda tushunmaganingiz nima? Lam afham al-farqa bayna al-jumlati al-ismiyyati wal-jumlati al-fi'liyya. Tushunmadim farqini jumla ismiyya bilan jumla fi'liyaning o'ttirisidagi, bayna degancha o'ttirisidagi jumla ismiyya va jumla fi'liyaning o'ttirisidagi farqni tushunmadim. Ikkisining qanday farqi bor demakchi. Kathirun min at-tullab lam yafhamu hada. Ko'pincha o'quvchilar buni qanday qilmadi? Tushunmadi. Endi bu yerda arab tilida jumlani ikkiga bo'ldi. Birisi jumla ismiyya, birisi jumla fi'liy. Endi buni tushuntirmoqchi. Sa'altu akhawati allati yadrusna fil madrasati ath-thanawiyyati an hadha wa lam ya'rifna. So'dim qiz qarindoshlarimdan allati yadrusna o'qiydigan to'liq o'ttir maktabda an hada bu to'g'risida va lam ya'rifna bilmadi ular. Sa'ashrahu lakum hada ad-darsa marratan ukhra al-an. Tushuntirib qo'yaman sizlarga bu darsni yana bir qatim hozir. Isma'u, anglanglar. Al-jumlatul ismiyya, jumla ismiyya deganimiz hiyal jumlatul lati awwaluha ismun. O beshida ism bo'lgan jumla. Ya'ni jumlaning 5 ism kelgan bo'lsa, buni bo'ladi, jumla ismiyya bo'ladi. Masalan, as-sayyaratu jamilatun. Mashina chiroyli. Jumlaning 5ida sayyara degan bir ism keldi. Bu jumla qanday jumla bo'ldi? Jumla ismiyya bo'ldi. Hamidun maridun. Hamid kasal. Bundan Hamid bir ism bilan boshlandi, bu jumla ismiyya. Aminatu mujtahidun. Amina tirishchan. Amina degan bir ism, demak bu jumla qanday jumla? Jumla ismiyya jumla. Fa kullu jumlatin min hadhihi al-jumal awwaluha ism. Fa an degan gap. An hamma jumla mushu jumladan uning 5ida ism bor. Va huwa al-mubtada. Uning bo'ladi, mubtada bo'ladi. Jumla ismiyada 5da kelgan so'z ko'p hollarda bo'ladi, mubtada bo'ladi. Wal juz'u thani va ikkinchi parchasi, juz' degan parcha degan gap, ikkinchi parchasi wal xabar, u xabar bo'ladi. Jumla ismiyada, ya'ni ism bilan boshlangan jumla ko'p hollarda 5dagi so'z mubtada bo'ladi, keyingi so'z shu xabar bo'ladi. Al mubtada wal xabar marfu'an. Afahimtum? Mubtada va xabar marfu'an dedi. Pesh o'qiladi. Fa afahimtum? Tushundinglarmi? Naam.
Fahimnaha jayyiden. Shundaq, uni qanday qildik? Yaxshi tushundik. Ana lamma afham. Men texi tushunmadim. Qulta dedingiz siz innal mubtada wal khabar marfu'an. Jazman mubtada va xabar pesh o'qildi dedingiz. Fama ma'na al marfu'? Marfu' degan nima? Al marfu' wal ismu alladhi fi akhirih damma. Marfu' deganimiz u oxirisida pesh bo'lgan ism. O bir ism alladhi g'anqan, uning oxirida pesh. Oxirida pesh bo'lgan ismni bo'ladi marfu', ya'ni pesh holatdagi ism. Nahu masalan al mudarrisu al kitabu al babu. Oxirida pesh bo'lgan ismlarni biz deymiz al marfu' deb ataymiz. Al-an fahimtu. Endi, ya'ni hozir tushundim. Al-anninki endi tushundim. Amma al-jumlatul fi'liya, amma jumla fi'liya fahiya al-jumlatul lati awwaluha fi'lun. An u bir jumla allati awwalaha bo'lgan uning beshida fi'l. Ya'ni beshida fi'l bo'lgan jumla. Jumlaning beshida fi'l bilan boshlangan bo'lsa, bu jumla fi'liya bo'ladi. Masalan, dakhala al-mudarrisu. O'qituvchi kirdi. Dakhala degan fi'l. Demak, jumlaning beshida dakhala keldi. Unda bo'lsa bu qanday fi'l ekan? Qanday jumla ekan? Jumla fi'liya. Qala al-mudiru. O'qituvchi dedi. Yaktubu talibu. O'quvchi yozadi. Demak, beshida fi'l kelgan bo'lsa, jumla fi'liya, beshida ism kelgan bo'lsa, jumla ismiya. Fa fi kulli jumlatin min hadhihi al-jumal kalimatan. Fa fi kulli jumla. An hamma jumlada bu jumlalardan kalimatan ikki dona so'z bor. Al-kalimatul ula birinchi so'z fi'lun fi'l. Wal kalimatul thaniya ikkinchi so'z ism. Dakhala al-mudarris. Ikki so'z bor. Birinchisi fi'l, ikkinchisi ism. Wa hadha al-ismu alladhi ya'ti ba'da al-fi'l. Bu ism alladhi ya'ti keladigan fi'ldan keyin. Ya'ni fi'ldan keyin keladigan bu ism ismuhu uning ismining bo'ladi, fa'il bo'ladi. Al-fa'il fa'ilning bo'ladi, marfu' pesh o'qiladi. Afahimtum? Tushundinglarmi? Na'am fahimna walhamdulillah. Shundaq tushundik, Allohga shukr. Ya ustaz, qultu qabla yawmayn dedingiz 2 kun ilgari innal kalimata thalathata aqsam. Jazman so'z 3 qism. So'z qancha qism? 3 qism. Ma hiya u qaysi? Ana nasituha. Men uni qanday qilib qoldim? Unutib qoldim. Man ya'rifu hada? Buni kim biladi? Ana aqsamul kalimati al-ism wal-fi'l wal-harf. Sözning qismlari ism, fi'l va harf. Hati misalan li kulli wahidin minhuma ya Amr. Ey Amr, hati keltirun misal li kulli wahid her biriga minha unundan. Her biriga misal keltirun. Al-ism ism nahu masalan kitabun wa qalamun wa talibun wa rajulun wa mudarrisun. Na ism deganimiz kitabun. Hammasi bir so'zni ma'noni bildirib turadi, lekin vaqt hukmi yo'q. Wal fi'lu nahu masalan kharaja, sajada, yajlisu, yaghsilu, uktub. Chiqdi, sajda qildi, o'ltirdi, yurdi. Hammasi ish harakatni bildiradi, shundaqlarning bor vaqt hukmi bor. Wal harf harf fi, ila, min, na'am, la, walan, lam va sin kama fi. Sa'akuludiki, xuddi sa'akuludiki sin hammasining bo'ladi ma'vo harf bo'ladi. Ahsanta ya Amr. Yaxshi qilding ey Amr. Istarihu qalilan. Azraq aram elinglar. Nabda'u ad-dars al-jadid fi al-hissati al-qadima. Boshlaymiz yangi darsni kelarki soatda. Yangi darsni kelarki soatda boshlaymiz. Araja al-mudiru min Makkah ya ustaz. Ey ustaz, mudir Makkadan qaytdimi? Lamma qanday qilmadi? Qaytmadi. Bu yerda bir eskartib qo'yishlik bir masala. Lammaning keyindagi fi'lni tashlab etib, lammani ham akib ishlatsak bo'ladi. Lamma desak, qaytmadi degan ma'nosi chiqadi. Ammo lamni unda ishlatkila olmaydi. Lamni unda tashlab etib qanday qilib olmaydi? Ishlatkila olmaydi. Sayarji'u ba'da yawman inshaalloh. Alloh xolasa 2 kundan keyin qaytadi. Ba'da 5 daqiq 5 minutdan keyin
Enebde'ud dersel cedide. Yeni dersini başlamdık. Mehlen ya ustaz. Ey ustaz toxtan. Lemma nektub ma ketebte ala sabbura. Texi yazmadık. Doskıga yazgan nersingizni. Yani ki ma ellezi maniste. Texi yazmadık. Ma ketebte yazgan nersini doskıga. Yani doskıga yazgan nersini qanday qilmadik? Texi yazmadık. Xo'sh. Endi bugungi darsimizning aytib bir ahamiyatli bir dars. Bu darsningki tekstida jumla ismiya va jumla fi'liyani tushuntirib bo'ldi. Biz darsning boshida so'zningki 3 turga bo'linganligi, ism, fe'l va harfni o'zaro tushuntirib bo'lgan. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Ayna zahaba Harun va asdiqauhu? Harun va uning do'stlari qayerga bordi deydi. Nega borgan ayrimga. Buni sizlar tekstga asosan ishlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. İkincisi ta'ammal ma yali. Tuandagilarni muloyiza qiling deydi. Biz buni darsning boshida tushuntirgan. Yazhabu bo'lsa barudu. Lam yazhab bo'lgandan keyin xuddi ma zahaba deganga o'xshash ma'nosi. Ma zahaba bo'lsa-mu bormidi, lam yazhab bo'lsa-mu bormidi. Tang ma zahaba deydi. Ya'ni ma zahaba qanday ma'no jihat o'xshash. O'tgan zaman shaklida bo'libsiz qiladi. Lam azhab ila suqil yawm. Bugun bozorga bormadim. Lam nal'ab kuratis sallati ams. Tunugun basketbol o'yinimidoq. Lam nafham hada ad-dars jayidan. Bu darsni yaxshi tushunmadoq. Aradtu an azuraka al-bariha. Akşam sizni yo'qlashni iroda qildim, ya'ni yo'qlashni maqsad qildim. Lekin abi lam yasmah li bil khuruj laylan. Lekin dadam ruxsat qilmadi menga kechida chiqishga. Lam akul shay'an mundu yawmayn. Bir narsa yemidim 2 kundan beri. Alam tasma'il adani ya Harun? Ey Harun, azanni anglamadingizmi? Bala, sami'tu bala. Qanday qildim? Yaqay angladim. Mana shunga o'xshash lamning ma'nosi. Qolganini o'zingizlar tarjima qilib ishlaysizlar. Üçüncüsü ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan. Endi sizlar lamni tushungan bo'lsanglar, fe'li mudori'ning boshiga lamni akirib, tuandagi savolga javob berasizlar. Adarastal lughatil arabiyyata fi baladik? Yurtingizda arab tilini o'qidingizmi? Nima deymiz? Lam adrus. Qanday qilmadim? O'qimadim. Akasarta nazaratal hasan ya Harun? Ey Harun, Hasanning kuzaynikini sundirdingizmi? Lam aksur. Qanday qilmadim? Sundurmadim. Azhabtum ila al-muthaf ya ikhwan? Ey qarindoshlar, muzeyxonaga bordinglarmi? Lam nadhhab, bormadik. Xo'sh, buni tushungan bo'lsangiz, qolganini o'zingiz ishlang. To'rtinchisi ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan lamma. Tuandagi savollarga javob bering nafi bilan. Lammani ishlatgan holda. Lammani ishlatgan holda nafi bilan tuandagi savollarga qanday qiling? Javob bering. Buningki ma'no jihatda azroq farqi bor. I'rob harakat jihatda hech qanday farqi yo'q lam bilan. Ya'ni bir farqi lamni fe'ldan ayirib yolg'iz holatda ishlatgili bo'lmaydi, ammo lammani fe'lni tashlab o'tib turib lammani akablam ma'ni ifodalab ishlatgili bo'ladi. Lamma aktub. Texi yazmadim. Lam aktub ba'du deydi. Qarang, yazmadim ba'du. Ba'du degan texi degan gap. Texi yazmadim degan gap. Ma'nahuma o'shikisining ma'nosi ma katabtu ila al-an. Hozir qadar qanday qilmadim? Yazmadim degan gap. Afahimta ad-dars ya Zaynab? Ey Zaynab, darsni tushundingizmi? Nima deymiz? Lamma afham. Lamma afham. Araja'a abuka min Dimashq ya Umar? Ey Umar, dadangiz Dimashqdan qaytdimi? Lamma yarji'. Lamma yarji'. Qanday qilmadi? Qaytmadi. Adakhala al-mudarris al-fasla? O'qituvchi sinfga kirdimi? Lamma yadkhul. Qanday qilmadi? Kirmadi. Akatabtumul vajibat ya ikhwan? Ey qarindoshlar, topshiriqlarni yozdinglarmi? Lamma naktub. Xo'sh, buni tushungan bo'lsanglar, oxirini o'zinglar ishlab baring. Yajuzu hazfu manfi lamma. Lammaning bo'lishsiz qilingan so'zni tashlash to'g'ri. Fayumkinul iktifa, mumkin bo'ladi kifoyalanish lamma bilan. Fe'lni tashlab etib lamma bilan kifoyalansakchi bo'ladi. Faqat lammani
fi javob araja'a abuk. Masalan, araja'a abuk degandan javobida masalan lamma desak, araja'a abuk desak, lamma desak, qanday qilmadi? Qaytmadi. Faqat deyishlik sabab lamni unda qilolmaydi demakchi. Dadangiz qaytdimi desa, lamma yarja desak ma bo'ladi, ammo yarja'ni tashlatib lamma desak, qaytmadi degan bo'ladi. تأمل علامات إعراب المضارع المجزوم. Sukun o'qilgan mudori'ning i'robning alomatlarini muloyiza qiling deydi. Biz buni bir darsning boshida so'zlab bo'lgan alamatul raf'i ad-damma va alamatul jazmi as-sukun deydi. Qarab boqadigan bo'lsak, huwa yadhhabu. U boradi. Bu yerda pashlikning alomati ad-damma, pash deydi. Ya'ni yazhabuda pashlikning alomati nima bo'ldi? Pash bo'ldi. Huwa lam yadhhab. Lam fi'l mudori'ning oxirini qanday qildi degan? Sukun qiladi degan. Unda bo'lsa lam kirib oxirisi qanday bo'ldi? Sukun bo'ldi. Hiya tadhhab, hiya lam tadhhab. Anta tadhhabu, anta lam tadhhab. Ana adhhabu, ana lam adhhab. Nahnu nadhhabu, nahnu lam nadhhab. Demak, pashlik alomati oshkora. Pash o'zi keladigan yerlarda sukunlik alomatimi oshkora, sukun o'zi keladi. Endi qarab boqadigan bo'lsak, pashlikning alomati nun bo'ladigan yerda sakinlikning alomati nunning tushib ketishi bo'ladi. Masalan, hum yadhhabuna, hum lam yadhhabu, hum lam yadhhabu. Bu yerda lamning kirishi bilan sukunning alomati bo'lib, nun qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Antum tadhhabuna, antum lam tadhhabu. Anta tadhhabina, anta lam tadhhabi. Siz qanday qilmaysiz? Bormaysiz deganga o'xshash. Demak, bu yerda nun qanday qildi? Tushib ketdi deymiz. Al-fi'lu mabniyun ala sukun deydi. Endi mabni fi'l. Sukunga mabni fi'l. Qarab boqadigan bo'lsak, biz buni so'zlab o'tgan yadhhabna, tadhhabna. Buningda bu mabni fi'llar qolib ketgan. Qolib ketgan bo'lg'achqa sukunlik omili kirmasin o'xshash holatga keladi. Masalan, hunna yadhhabna, hunna lam yadhhabna, antunna tadhhabna, antunna lan tadhhabna deganga o'xshash. Oltinchisi adkhil lam alal af'al al-atiya. Lamni tuandagi fe'llarga kirgizing deydi. Lamni tuandagi fe'llarga kirgizing deydi. Adhhabu nima bo'ladi? Lam adhhab. Yadhhabuna nima bo'ladi? Lam yadhhabu. Lam kirgandan keyin qanday qiladi? Tushib ketadi. Bu sizlarga topshiriq, har biridan lamni kirgizib jumla tuzaysizlar. Yettinchisi akmilil jumal al-atiya biwad'i af'alin munasibatin fil amakin al-khaliya. Tuandagi jumlalarni bo'sh o'ringa munosib fe'llarni qo'yish bilan to'liqlang deydi. Bu yerga munosib fe'lni qo'yamiz. Qaranglar. Alam bo'sh o'rin al-lughat al-arabiyyah fi baladika ya akhi. Ey qarindishim, yurtingizda arab tili qanday qildingizmi? O'qimadingizmi? Deymiz. Alam tadrus al-lughat al-arabiyyah fi baladik. Alam tadrus al-lughat al-arabiyyah fi baladik. Ya akhi. Ey qarindishim, yurtingizda arab tili o'qimadingizmi? Man kasara hadhihi al-mir'ata ya Ali. Ey Ali, bu aynakni kim sundudi? La adri. Bilmayman. Ana lam aksurha. Men uni qanday qilmadim? Sundurmadim. Kharaja at-tullabu min al-fasl ya Hamid. Kharaja at-tullabu min al-fasl ya Hamid. Ey Hamid, o'quvchilar sinfdan chiqdimi? La, yo'q. Unda chiqmadi demoqchi bo'lsak, bu yerda chiqdimi deb so'ragandan keyin shuni masalada javob beramiz. Chiqmadi deymiz. Unda bo'lsa xarajaninki at-tullab ko'plik bo'lg'achqa ko'plik shaklida kelamiz. Nima deymiz? Lam yakhruju qanday qilmadi? Chiqmadi bo'ladi. Nonni tushiratamiz, chunki lam sakin qirg'achqa. Buni tushungan bo'lsam, shu savolga mos holatda mushu bo'yicha ishlaysizlar. Bu sizlarga qolgan topshiriq. 8-inchisi ضع خطا واحدا تحت المبتدا وخطين تحت الخبر واضبط اواخرهما. ضع degan qo'ying degan gap, xatta degan siziq degan gap. Bir siziq qo'ying mubtadoning ostiga va xattayn ikki siziq qo'ying xabarning ostiga. واضبط اواخرهما va u ikkisining oxirlarini bekiting deydi. Zir qilamsiz, shuni bekitib yozing deydi.
Ya'ni biz mubtada xabarni ilgirki satlik darsimizda bir qur tushuntirgan. Bugungi darsning tekstida tushuntirdi. Ya'ni mubtada deganimiz jumla ismiyada bo'ladi. Jumla ismiya degani nima desa, ism bilan boshlangan jumla. Ism bilan boshlangan jumlaning beshidagi so'zni bo'ladi, mubtada bo'ladi. Ya'ni jumlaning egasi bo'ladi. Masalan, al-ma'u qalilun. Sunimo as. Bu yerdagi mubtada qaysi? Al-ma. Mubtada nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. Ya'ni oxirini bekiting deydi. Unda o'zi qanday bekitimiz? Al-ma'u. Al-ma'un desak bo'lamdi. Qo'sh holatda bo'lmaydi. Nima uchun? Al-ma'u qalilun. Bu yerda al-ma'u mubtada bo'ladi. Oxirini qanday qilamiz? Pesh qilamiz. Al-ma'u qalilun bo'ladi. Qo'sh pesh qilsaqchi al-ma'un deb bo'lmaydi. Nima uchun? Bu yerda alif lam bilan kelganligi uchun al-ma'u bo'ladi. Al-ma'u qalilun. Qalilun nima bo'ladi? Pesh bo'ladi. Bu xabar bo'lganligi uchun. Su'adu mumarridatun. Su'adu mumarridatun. Su'ad qanda? Kesal. Su'ad bu qanda? Mubtada. Unda bo'lganligi uchun nima qiladi? Pesh bo'ladi. Su'adu mumarridatun. Nima qiladi? Pesh. Nimishqa xabar bo'lganligi uchun. Al-qahvatu baridatun. Qahva so'q. Al-qahvatu mubtada, baridatun xabar. Ya'ni bizning tekstimiz deganda ko'p hollarda, qisman holatlarni biz keyingi darsimizda so'zlaymiz. Ko'p hollarda jumla ismiya, ya'ni ism bilan boshlangan jumlada jumlaning beshida kelgan so'z nima bo'ladi? Mubtada bo'ladi. Qanday anglashib boqinglar. 9-si mayyizil jumlatal ismiyati min al-jumlatil fi'liyya. Ana tuandagi jumlalardan jumla ismiya bilan jumla fi'lini farqlantiring deydi. Qaysi jumla fi'liyya, qaysi jumla ismiya? Qarab boqaylik. Kharajal mudarrisu. Chiqdi o'qituvchi. Jumlaning 5ga qaraydigan bo'lsak, fi'l bilan boshlangan bo'lsa, bu qanday jumla bo'ladi? Jumla fi'liyya. Kharaja fi'l. Bu jumla fi'liyya ekan. Al mudarrisu kharaja. O'qituvchi chiqdi. Jumlaning 5ga qaraydigan bo'lsak, al mudarris bilan boshlanibdi. Al mudarrisu ismmi, fi'lmi? Ism. Unda bo'lsa bu qanday jumla ekan? Jumla ismiya ekan. Al mudarrisu kharaja. Qolgan o'zinglar ayirib boqing. 10-si ayyinil isma wal fi'la wal harfa fi ma yali. Endi bugungi darsimizda ism fi'l harfni tushungan bo'lsanglar, tuandagi jumlalardan ism fi'l harfni ayirib chiqisizlar. Ismning ostiga bir siziq, fi'lning ostiga ikki siziq, harfning ostiga 3 siziq chizib chiqisizlar. Men ism fi'l harfninki tushuntirilishini qisqacha deb beray. Ism deganimiz bir ma'noni bildirib, u ma'nosi vaqt uqumi bo'lmasa, u ma'nosida vaqt uqumi bo'lmasa ism bo'ladi. Fi'l deganimiz ish harakatni bildirib, shundaqla u ish harakatda vaqt uqumi bo'lsa. Harf deganimiz u yolg'iz kelganda hech qanday ma'noni ifodalab bermaydigan ikki harf yoki undan oz harfdan tarkib topadigan kelimalarni bildiradi, so'zni bildiradi. Masalan, kharajal mudarrisu wat-tullabu min al-fasl. Kharaja chiqdi. Qarab qolgan bo'lsak, chiqdi degan nima ekan? Ish harakat ekan. Ish harakat nima bo'ladi? Fi'l bo'ladi. Al-mudarrisu bu-chu o'qituvchi. Bu o'qituvchi degan bir ma'noni bildirib beradi. Lekin o'qituvchi degan bu ma'noda vaqt uqum bormi, yo'qmi? Yo'q. Unda bo'lsa bu nima ekan? Ism ekan. Vo bu nima? Bu harf. At-tullabu ism. Min harf. Al-fasla ism. O'qituvchi chiqdi va o'quvchilar vat-tullabu min al-fasla. O'qituvchi va o'quvchilar sinfdan qanday qildi? Chiqdi. Masalan, mushu bo'yicha ism fi'l harfni ayirib pasanglar bo'ladi. Sa'adhabu ila al-maktabati ba'da dars. Darsdan keyin kutubxonaga boraman. Xo'sh. Mushunimi tuandagi men yuqorida bergan o'lcham bo'yicha bir ma'noni bildirib vaqt qum bo'lib qolsa, fi'l hech qanday yolg'iz holatda ma'no ifodalab bermasa, harf ma'no ifodalab turib, unda bir vaqt uqumi bo'lmasa, bu ism bo'ladi. Mushu bo'yicha qolgan o'zingni ayirib chiqsizlar. 11-si allai allati. Allati bu g'anqan ayollar ko'pligi. Allai mu shuning o'xshash.
o'xshash faqat bu hammaga o'xshash ishlatiladi. Sizlarga yod bo'lib qolmasin uchun buni sizlarga tushuntirib qo'ydik. Qarang, at-talibatu lati desakmi bo'ladi, at-talibatu la'i desakmi bo'ladi. At-talibatu lati kharajna min al-fasl an min al-Filippin. Hozir sinfdan chiqqan qiz o'quvchilar Filippindan. 12-si ta'ammal mayli. Töndekilerini qana qiling, muloyiza qiling deydi. Biz buni darsning boshida qala degan fe'lning turinishini o'rgandik. Hamidun qala. Hamid dedi, anta qulta. Sen deding, ana qultu. Men dedim, nahnu qulna. Biz dedik, Hamid qama. Hamid qopti. Anta qumta. Sen qopding. Ana qumtum. Men qopdim. Nahnu qumna. Biz qopdik. Hamid zara. Hamid ziyorat qildi. Anta zurta. Sen ziyorat qilding. Ana zurtu. Men ziyorat qildim. Nahnu zuruna. Biz ziyorat qildik. Ya'ni biz bugun qalini o'rgandik. Shunga o'xshab ketadigan o'tirda alifba, zara bo'lamdi, qama bo'lamdi. Hammasi shunga o'xshash ko'rinadi. Xo'sh, unda bo'lsa, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelasi soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.